Iya. Voy, salom dada. Hoy bolam, qachon uyg'onding? Ha, hozir uyg'ondim. Tez qo'lbetingni yu. Maktabga borasan. Tak, stop, qanaqa maktab? Ha, kecha kechqurun yangi maktab qurildi. O'sha yoqqa borishim kerakmi endi? Albatta, tez borib qo'lbetingni yuvki. Ay. Lekin yomon bo'ldi. Voy, shu yoqda ekan. Xo'sh, bularni kim qo'ydi? Menimcha yetdilar qo'ygan. Tak, kiramiz. Ha, dada, qo'lbetim yuvib keldim. Tezda o'tirib ovqatingni ye, keyin maktabga borasan. Xo'p, mayli. Xo'sh. O, mazza ekan. Xo'sh, bo'lmas. Bo'ldi, ovqatim yeb bo'ldim, dada. Tak, endi maktabga bor. U yerdan men seni metrkalaringni tashlab kelyapman. Yo'q. Ha, mayli. Tak, stop. Maktab qayerda o'zi? Tak, shu yo'laklardan boraver qani, maktab chiqsa kerak. Hay, mayli. Xo'sh, menimcha maktab yo'qdam deyman. Aylanaverib ikkita bino bor ekan. Tak, kiramiz qani? Yo'q, ikkita bino qanaqadir. Seryozni bino. Ichimlik xonasi. Assalomu alaykum. Ya, tak, stop. Sen hozir maktabda bo'lishing kerak emasmidi? Ha, bilaman. Bugun maktab. Xo'sh, bucha, game klub kompyuter. Kompyuter xona qurilganini endi bildim lekin. Xo'sh, buni odam tashqarida menimcha. Xo'sh, maktabni menimcha yo'q deb bilsa kerak. Xo'sh, menimcha bo'ldi, maktabga ketdik. Xo'sh, maktab yo'q deb bilsa kerak. Dadamga bildirmay uydan ketishim kerak. Xo'sh. Qoch. Dadam ko'radi. Qoch. Men bu yerda sayr qilib yurganim dadam ko'rsa lekin urib o'ldiradi. Xo'sh. Qayerga boraylik qani? Ana. Xo'sh, mana maktab bolalar. Krasavchik maktab, lekin menga yoqmaydi. Maktabda aptini qara, xizmatchilar xira qara, ana xizmatchi yuribdi. Xizmatchilar xira qara, aptini qaranglar. Hoy, ichkariga kir, nima qilib yuribsan? Xo'p, bo'pti. Assalomu alaykum. Hoy, nimaga qilich olding? Tezda direktorning xonasiga chiq. Xo'p. Direktor tepada ekan menimcha. Men pastda deb o'yladim. Direktor xonasi, kiyinish, rus tili, ingliz tili, xohlagan fanlar o'tiladigan xona. Menimcha direktor xonasi. Hoy, nimaga taqqilatib kirmading? Ha? Xo'sh, kimlarni ko'ryapman bu yerda? Nimaga kech qolding? Men shunchaki uxlab qoldim. O'shanga bir safar kechirasiz-da, hurmatli direktor. Boshqa qaytarilsa, lekin menda tayoq bitganini yeysan. Mayli. Xonam qayerda? Shu xohlagan fanlar o'tiladigan xonaga bor, o'sha yerda bilar. Xo'p, mayli. Xohlagan fanlar mana shu yerda. Hoy, nimaga kech qolding? Ha, ustoz bo'ldi endi. Men shunchaki uxlab qolibman. Tezda doskaga chiq. Xo'sh. Open chat och. Aha, keyin qara endi. Xo'sh. Misollarni yechib bo'lgandan keyin albatta uyimga ketdim men. Bo'pti, uyingga bora qol. Xo'sh, uyga boraylik qani? Men sizdan kechirim so'ragani keldim. Qanaqa kechirim? Sen nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Ha, bilaman dada.
Boshqa unday qaytarilmaydi. Bo'pti, bolam, men seni kechiraman. Bolam qolmayotgan yuvib kela, tez maktabingga bor. Xo'p, dada. Har doimgidek qo'l betimizni yuvib kelamiz. Voy, tamom bo'ldi endi. Suv har doimgidek yoqda ekan. Assalomu alaykum. Chiqamiz uyga. Ovqat yedik bitti. Xo'sh, ovqatimizni yedik. Tak, dada, maktabga ketsam bo'ladimi? Bo'pti, bolam. Bo'pti, bolam, bora qol. Ketdi uye. Amma beramiz ye. Mana maktab o'sha yoqda edimi? O'sha yoqdan ketdik bo'ldi. Xo'sh. Papa. Mana bola maktab keldi. Tak bola. Ko'rib turganingizdek, bugungi video shulardan iborat edi. Bu videoning ikkinchi qismi albatta chiqadi. Sizlardan 15 ta like kutib qolaman bo'ldi. 15 ta like ko'rganimda shu video ikkinchi qismini olaman bo'ldi. Joyinglar sog' bo'lsin, albatta hammaga xayr.